Assalomu alaykum skuter quvvonachilari. Bugun Xudo xolasa 25-sentyabr sizlarga elektroskuterlarimizni yangilaridan, 3 g'ildiralilardan, 2 g'ildirali velosipedlarni hamda velosipedlar har xilini olib kelib qo'yganmiz. Buni sotuv bo'limi mutaxassisi hamda shu velosiped, elektroskuterlarni ustasi bo'lgan Zikrulloni o'zi bilan obzorini olib boramiz. Bularning narxini hamda yurish kilometr masofasini, sifat unga tegishli bo'lgan hamma jihozlarni o'zi bittama-bitta tanishtirib o'tib ketadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fikrimda o'zingiz narxlarini Xudo xolasa. arzon qilib qo'yib bering. Oktyabr oyiga kelyapti, ko'pchilik vasvasiga tushib qolgan, narxlari tushgan deyapti. Mayli, biz narxlarini yana ham arzonroq qilib chiqarib qo'yaveramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar, podpisчиклар. Bu videoni ko'rishdan oldin bizga bitta like bosib, obuna bo'lib ketishdan chiqmasin. Sizlar tufayli 3000 ta, 4000 ta, 5000 ta bo'lishga oz qoldi. Xudo xolasa bugun mana skuterlarimiz kech bo'lishiga qaramasdan bugun 24-sentyabr, adashmasam 25-sentyabr 1-oktyabr yaqin prava bo'lyapti deyotganlarga Xudo xolasa pravalarimiz atmen bo'lish ehtimolida. Birinchi murabbiylarimizdan boshlaymiz. Xalq demokratik partiyasi tomonidan o'rtaga tashlandi. Bu masala muhokama bo'lyapti. Muzokara olib borilyapti. Sizlarga buni ham hali aniq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ungacha pastda nomerlar qoldiramiz. Xo'p, telefon qilsanglar sizga to'liqroq ma'lumot berishaveradi. Prava, dokument to'g'risida, nomer to'g'risida. Xo'p, agarda sizlarga ungacha kimga skuterlarimiz qiziq bo'lsa, narxlarini bitta bilib qo'yamiz. Birinchi skuterimiz murabbiyimiz, kabinali murabbiyimiz bo'ladi, 1 tonnali. Balonlari 5 ga 10 qilib ishlangan. Kilometr yurishlari bitta to'liq zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yurib beradi. Volt amperlari 72 volt, 70 amperlikdan 6 ta. 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Dugalari, korpus himoyaligi 3 ta ramasi, baquvvatligi. Keyin bu patnis bo'ladi, passajirning yukxonalari bor. 1 tonnagacha yukni bemalol oladi. Tomlari dvorniklargacha ishlaydi. Ruchnoy palishni tizimi deysizmi, hamma yoqqa bog'roqlarga tortgani mo'shni chiqarilgan. Narxini biz obunachilarimizga $1180 qilib qo'ydik bularni. Keyingisi bular o'zi $1200, $1190, $1250 sotilgan motorollar. Keyin oldingi sotilganlari 58 amperlikda, hozir 70 amperli. 70 amperlikdan 6 ta, 5 ta emas. Gap yo'q. Keyingisi xuddi o'sha 70 amperlikda 5 kabinalini olib kelib qo'yganmiz. Bularimiz ham jihatlari, hamma funksiyalari bir xil, bitta kabinasi yo'q. Oldin sidinasi kengroq ekan. Keyin sidinasi 120 qilib ishlangan. Mana oldida ruchnoy jittis tormozi ham bor. Balonlari o'shaqa 5-10 qilib, zapas balonlari hamma yo'g'i bor. Ruchnoylari, palishni tizimlari hamma yo'g'i ishlaydi. Cho'ntaklargacha qilib qo'yilgan. Bu ham passajirning yukxonasi, patnis ham bo'ladi bu ham. Buni narxini $1200, $1190 sotilgan, $1150 dan qilib qo'ydik. $1150. Yurish kilometrlari bir 40 kilometrdan 60 kilometrgacha, akkumulyator 6 ta 70 amperlikdan. Bu ham patnis bo'ladi, bir xil. Telefon qilganlarga narxdan tushib berasiz. Telefon qilganlarga chiroyli qilib tushib beramiz. Ya'ni $10 ag'bag'i tushadigan joyi bor. Faqat skuter kanaliga like bosib qo'ygan bo'lishlaringiz. Keyin buni ham akkumulyatori ikkalasiniki 70 amperli, shunaqa? 70 amperli. Kilometri ikkalasining ham bir xil yurishi. Tortishlari ham o'sha, zapas balonlari hamma yo'qlari bor. Keyin buni oldi jittislik. 6 o'rnizi bor. Men to'g'risi anchadan beri kelib, hali yaqindan kuzatganim yo'q, shuning uchun sizdan so'rayapman to'liqroq ma'lumotlarni. Xo'p, bunisi-chi? Bunimiz 58 amperlikdan 6 ta qilib ishlangan, 1 tonnali. Bu ham passajirniklari bor. 1 tonnagacha yuk oladi. Bemalol olaveradi. Buni ham palishniisi, ruchnoy tormozi, dugalari, pastda dugalari ham 3 qavat qilib ishlangan, oyoq tormozlari, kolonkalari, oldi amortizatorli vilkalari, 5.0 balonlari, buni ham zapas baloni bor. Buni narxini $1100 emas, $1080 narx qo'ydik. $1080. Bunisini nech bildingiz? $1150 tushadigan joyi bor. Telefon qilishsa, yaxshilab gaplashsa, tushib beramiz. Yurish masofasining ikkalasida farqi bor? Yurish masofasining kilometrlari bir xil, tortishda farqi bo'ladi xolos. Kilometr yurishlari bir xil. 70 amperli bo'lgani uchun baquvvatroq bu. LED faralari ham 5 ta qilib ishlanib. G'ildiralari ham kattaroq. G'ildiralari ham balkattaroq. Hammasi samroq bo'lsin deganlarga bunisi bemalol tavsiya qilamiz. Hop, keyingisi bu 300 kilolik kabinalimizni ishga yog'in-sachinga, kuz mavsumiga kelganligi uchun 300 kilolik murabbiyimizni kabinaligini olib kelib qo'ydik. Kabinaligi 300 kilo ham yukxona ham passajir bo'ladi.
Kabinalari ham sotuvda bor. Buni kabinkalarni Zakaz akam qilsanglar, so'rab olib kelibdi. keltirib beraman. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sotuvda. Addenni kapalasini olib kelib qo'ygan. Sizga ham shundan edi. Xuddi shundan kapalari bor. Buni kapalarini $140mi, $135dan beryapmiz. Xudo xolasa Buni akkumulyatori nechtalik? Akkumulyator 45likdan 5 ta. 45likdan. 45likdan 5 ta akkumulyator joylashgan. Akkumulyator Katta ekanda. akkumulyatordan joylashgan. Hop, buni yurish masofasi Yurish masofasi 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi. Tortishlari moshni. Buni ham orqada ham 2 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Eshiklari ochilib yopiladi. Keyin ochiladi. Bog'cha bolalarni olib borgani bexavotir. Narxi qancha buni? Buni narxini $9 dan qilib qo'ydik. O'zi tashqariga olib chiqqanda allaqancha katta narsa u ichkarida ko'rinmayapti-kan. Buni olib chiqib ko'ramiz. Keyingisi xuddi o'shini bez kabinalisi. Oldinlari xuddi Saka diskalisi ekan. Saka diskalisi deydi. Bu kalpakda bo'lsa saka diskalisi. Oldida led faralari bor, kolonkalari. Oldingi bokovoy, kassiya, jilet, damkiratlar ham qo'shib beriladi. Qarang, yurish masofasi necha kilometr yuradi? Buni yurish masofasi 40 kilometrdan 60 kilometrga. Buni 6 ta 32likdan joylashgan bo'lsa, narigimiz 5 ta 45likdan joylashgan. Ha, 45likdan. Buni 45likdan joylashgan. Bu tezroq yuradi. Ha, bu tezroq yuradi 6 talik uchun. Buni 70 sidina, buni sidina qilsa ham Buni bo'ladi. sidina qilsa ham bo'ladi, hamma ishlatsa bo'laveradi. Bolalarda kirib chiqib ketishiga. Tezligi necha? Tezligi 55. Motor quvvati Motor quvvati 1000 vatli. 1000 vatli. Gap yo'q. Hop, narxi necha pul? Buni narxini $800 qilib qo'ydik. $800 qo'y. 830, $850 sotilgan narsani $800 qilib qo'ydik. Hamma yo'g'i bor. Keyingisi xuddi shuni 2 kilolisi. Ko'k rangi deysizmi, qora rangi deysizmi, har xilidan saka diskali, oldi jitkisligi, bej jitkisligi bor. Buni oldi jitkisligi ko'k ranglisi. Bularda qarang, nechta akkumulyatorli bular? 5 ta akkumulyator 32 likdan bitta yurishda 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yurib beradi. Kaskalari hamma yo'q qo'shib beriladi. Bu hozir ikkalasini tezliklarida farqi bor. Tezlikda farqi bor xolos. Yurish kilometrlari bir narsa. Qo'lda ham tormozi bor. Qo'l tormozi jiddiy tormozli. Saka diskali. Buni ham yukxona qilib, ham yukxona qilib ishlatsa bo'laveradi. Bir tomonda eshikchalar. Bu nima? Damkirat kulishlari qo'shib beriladi. Narxi necha pul? Narxini $700 dan qilib qo'ydik, bor baraka. Gapi. Keyingisi mana unisi oldi bez jitkisligi. Buni narxini $690 dan qilib qo'ydik. Ha, bu bilan mana uni farqi qo'l tormozi yo'q. Qo'l tormozi yo'q xolos. O'shini qolgan hamma yo'g'i bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Bu ham yukxona bo'ladi. Hozir bu bilan buni $10 farqi bor. Bu 8 bu $700, bunisi $690 bo'laveradi. Keyingimiz katta dugali va haybatidan so'raganlarga. Nechiga chiqadi bu? Buni tezligi 65 maksimum. Tortishlari moshni, akkumulyatori 21 6 ta joylashgan. Tortishlari zo'r, orqa baklari 4 burchak, NFC kartalargacha bor. Tablolari NFC kartada ham yuradi. Nega? NFC kartada o'chib yonadi. Bunimiz narxi qancha? Svetlarni ko'rsatib qo'ying. Buni narxini necha puldan qilib bersak bo'ladi? Necha pulga beraylik jiya? Bizga qancha arzon bo'lsa shuncha. Uni narxini $550 dan qilib qo'ydik. $550 dan. Bunisi buni ham $550. Ikkalasini yurish quvvati, kilometr masofasi bir xil. Faqatgina modelida farqi bor. Tashqi ko'rinishda farq bor. Ko'rinishda farqi bor. Kechikib ketyapti, shom bo'lyapti. Bularimiz narxini aytib o'rsiz. Buni narxi hammaga ma'lum, maxluq, TM modelimiz. Buni narxini 4.9 million so'm qilib qo'ydik. Yo'q. 4 million 5 million 100 ming qo'yib beryapti. 5,5 milliondan sotishyapti. 4.9 million so'mdan. Gap yo'q, barakasini bersin. Keyingi hozir bu aytayotgan narxlaringizni oktyabr kelib qolgani uchun narxlarni arzonlashtirib qo'ydingizmi? Prava deyotgani uchun? Ha, shuning uchun narxlarni skidga qo'yib yubordik. Bemalol o'zimizdan xarid qilishlar. Keyingisi orqa oldi tormozli JK modelimizni, ochki faralimiz 6 taligi, 6 ta akkumulyatorli. Katta akkumulyator, mana katta dugali bilan akkumulyatorlari bir xil, tezliklari 60. Redline mana unda. Redline diskali, orqa oldi tormozlisi. Buni narxini $425 qilib qo'ydik. $450. Tezligi nechiga chiqadi? Tezligi maksimum 60 ga chiqadi. 60 ga chiqadi. G'ildirak kattaroq ekan. G'ildiragi turinol qilib ishlangan. Bitta to'liq zaryadmi 40 kilometr, 60 kilometr. $425 dan bular, ha? $425. 2 kishiliklarichi? Ular 2 kishilik ekan mana. Bularimiz 2 kishiliklarini mana hammaga taka modeli, qalin balonlisi, turinol qilib ishlangan. Kolonkalari, kruiz kontrollari, orqa oldiga zadniga yurishlari ham hamma yo'g'i bor. Buning ichida Paralachir olib yonar ekan. $430 dan qilib qo'ydik. 430. Yana jicha kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. 425 qilib beraveramiz. Xuddi shundan menga oxirgi narxlarini ayttirib qo'yib, arzon qildirasiz. Endi o'zingiz
nima qilsa, video Telefon qilsa, qilsa o'zimiz xudo xolasa kelishtirib beraman kelishtirib beramiz. deyapsiz. Aha. Gap. Keyin buni narxi timi yubka balonli esa, oldi tormozli esa baloni ingichkarog'i. Buni ham ikki xil varianti bor, to'g'rimi? Oldi To'ppa bu to'g'ri, ikki orqa xil varianti bor. Bu ana baquvvatini olib kelib qo'yganmiz. Ha, vale. Qo'yish emas. Nevaralarga, bolalarga velosiped so'raganlar uchun Necha kilo olsa? naqangi 3 95 kilo ekan. trisiklarimiz ham bor. Orqaga ham yuraveradi. Ha, zadniga Sifatiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. signallari ham bor. Bular nech puldan siz? Bularimizni narxini 450 ming so'm. 450 ming so'm? 420 ming so'm. So'ragan, baquvvat. Gap yo'q. Naqangi velosipedlar ham bor ekan, keyin bu velosipedlarimiz. Bular nech puldan? Bularimizni 1100 ming so'm amortizatorligi, 1050 ming so'm bez amortizatorlik qilib qo'ygan. 1 million 100 ming so'm amortizatorligi. Tanlab olishi amortizatorligi. Hop, 1 million 50 ming so'm. 1 milliondan qilib 1 bersangiz, milliondan qilib beraveramiz. bez amortizatori 1 tekis. million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Gap yo'q. Keyingi biz mashina qolib ketdi takada, taka modeli 3 Narxini ayting, kilometri bir xil qo'yganini. Kilometri bir xil. 400 dollardan qilib qo'yganmiz buni. Ha, gap yo'q. Keyin hammaga mashhur eng kichkinasi. Ammo dollar tushib ketdi, hech qancha bo'lmaydi. 4 million 900 ming so'mdan. Bularimiz eng kichkina skuterimiz 3 million skuterimiz. Eng oxiri 3 million so'mdan qilib qo'ydik. 2 million 950 ming so'm beraveramiz. 900 ham qiling, 2 million 900 ming so'm bo'pti. Bunimiz orqa zadniga yuradigan kruz kontrollari bor. Mana ko'rsatib qo'ying. Mana zadnilari, DSlari bor. Narxi 3 million 300 yo'q, 3 million 200 ming so'm deylik. 3 million 200 ming. 3 millionga qilib bera olmaysizmi toza? 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 3 millionga obunachilarimga. Bo'ldi, obunachilarga. Shu og'amiz obunachilariga qilib beramiz. Bularimiz 6 ta akkumulyatorli, oldanilari bor. Hammaga mashhur 390 dollardan qo'ygan skuterlar. 390 dollar skuter qo'ygan skuterlarimiz. Dollar tushdi, 390 dollarni urib, mana shu arzon bo'lib qoldi, kelaverasizlar. Xolasalar 5 talik, xolasalar 6 talik qilib beramiz. 6 talik, ha? Bular 6 talisi. Keyin 390 dollar 5 millionga yetib olmaydi. Hozir 4 million 900 mingga ham bormasa kerak menimcha. Vashi. Bitta zaryad bilan 60-70 kilometr masofani bosib o'tadi bular ham. Modellari ancha chiroyli qilib ishlangan. 6 talik akkumulyator ham ancha keng. E'tibor beramiz, akkumulyatorlari ham 6 talik qilib ishlangan ekan. 390 dollardan qilib berishyapti. Bolalarga, velosiped so'raganlarga 1 million 100 ming so'm, qalin balonliga 1 million 250 ming so'm, turuni, katta bolalarga. 16 cho'ntaklarimiz nechta? 16 cho'ntaklarimizni 5 ta akkumulyatorlimiz, oldi jikistorimiz, orqa jikistorimizni 4 million 100 ming so'm. Mana shuni 4 millionga qilib bersak bo'lmaydimi? Orqa 4 million qilib beramiz o'sam. Narigilarni 3 million 900 ming so'mdan qilib beramiz. Oldi jikistor. Hozir 3 Mana million. bu oldi jikisligi 5 ta akkumulyatorli 16 balonli, bitta zaryadi bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi. Sakadisyalisi, motorlari 500 vatt qilib ishlangan. Ularimiz 3 million 900 ming so'mdan qilib beraveramiz. Keyin 300 dollardan bermaysizmi? oldi jikisini 300 dollardan qilib beraveramiz. Gap yo'q. Faqat obuna bo'lganlarga, bizga obuna bo'lib, like bosib ketish esdan chiqmasin. Albatta. Mana bizga yangi model kelgan. 5 ta akkumulyatorli TK modelini, yangi modeli, egari katta qilib ishlangan. Ikki bemalol ketaveradi. Ikki bemalol ketilaveradi. Mana o'tirgan bo'lsa, oyoq patnoshkalari bor, korpus tig'maydigan dugalari, korpus tig'maydigan dugalari bor. Mana pavrotniklari, yonishlari, mashina qilib yangi TK modelimiz. Balonlari turuni qilib ishlangan, orqa oldi tormoz. Katta qildiradi. 5 ta akkumulyator. Hech katta yo'q narx. Tezligi necha? Tezligi maksimum 60 ga chiqadi. Orqa baklari, kaskasi, jilet обязательно qo'shib beriladi. Motor quvvati? Motor quvvati 800 vatt qilib ishlangan. Vashi baquvvat. Buni narxini 450 dollar sotishyapti. Biz 420 dollardan qilib qo'ydik. Orqa oldi jikishlisi. 420 dollar. 420 dollardan. Velilarimiz aytdik. Bular ham xuddi shu achki modellar, achki modelimiz 390 dollardan achki modellar. 390 dollar achki modeli. 5 million. 5 million, 4 million 900 ming so'm qilib qo'ydik. Gap. Velilar Germaniya velilarimizdan so'raganlar, Germaniya velilarimizdan bor. Keyingisi bu konteynerda oxiri kelib qolgan, yangi yurmagan akkumulyatorlar 2025. Buni narxini, tez-tezda narxini aytib o'tib ketamiz. Narxini buni 420 dollar qilib qo'yganmiz. Bemalol bizdan kelib xarid qilib ketishlari mumkin. Nechta akkumulyatorli? 5 ta 2025 akkumulyatordan qo'ylik 20 amperlikda. Keyin dastavkalarimiz vohaga, xudo xolasa chiroyli qilib yo'lida qilib gaplashib qo'yilgan. Endi vodiy bo'yicha kelishilgan holda chiroyli qilib beramiz. Dastavkadan xijolat tortishmas. Bunisi nechta?
Buni narxini 550 dollar. Yo'q, unaqa qo'yaylik. 520 dollardan qilib qo'yaylik. Ha? Gapi. 520 dollardan. 5 ta akkumulyatorli. 5 ta akkumulyatorli bir xil. Yangi, faqat ayollar minsa ham bo'laveradi bemalol. Bu sidinalari orqaga oldiga bemalol surilib keladi. Mana. Bunday qilsa, bitta to'liq zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi. Tezligi 45 ga chiqadi. 3 ballonli bo'lgani uchun sekinroq. Keyingisi shuni ikkichiligini orqada ham alohida, oldida alohida shopir ketadi deydiganlarga, bola chaqalarni olib o'tgani, keyin orqasi pasayni yukxona ham bo'ladi. Bozor o'chaqda Ikkisi bemalol sug'oradi. ikki kishi bemalol sug'oradi. Mana 91 qilib ishlanibdi. Yana bitta odam keling, sizdan o'tsa sug'oradi. Yumshoqligi zo'r. Yumshoqligi vaqti yumshoq ekan. Buni narigilarga qaraganda Vahshiy yumshoqligi ancha yumshoq, maza qilib minikita yoshga Qo'sh tog'alarimizga zo'r. onaxonlar o'tkazib, mindirib nevalar, mindirib yurgan. Buni narxini 700 dollardan qilib qo'yganmiz. Yetdi. Bu nechta akkumulyatorli? 5 ta akkumulyator. 5 ta 5 ta 32 lik. 32 katta akkumulyator. Katta akkumulyator. Bular 20 amperli bo'lsa, bular 32. Puliga arziydi. Hozir 20 talik ham 680 dollardan qo'yilganda, hozir 20 dollar farq qilyapti, 700 dollarga. Ashaqa. 32 akkumulyator olgan yaxshi. Keyin kapalimiz kelgan, kapalimiz bor. Bu mana uni kapaligi ekan. Xuddi shu kichkinani kapalisi. Mana buni ham sidinlar oldiga orqaga bo'ladi. Hojit tog'amizga so'raganlarga sakadiskali balonlari 8 ga 10 qilib ishlangan. Oyoq tormozlari. Nechta akkumulyatorli? Qo'l tormozlar 5 ta akkumulyatorli. Motor quvvati? 20 amper. Motor quvvati 650 vatt. Bemalol mana tablolari. Yurish masofasi? Yurish masofasi 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi. Yiqilib ketishi vahshiy xavfsiz. Baloni tashqarida ishlangan. Baloni korpusdan tashqarida ishlanganligi uchun yiqilib ketmaydi. Yog'ingarchilik sezoniga ham rasman mos Kesalaring xudo xohlasa. Narxi necha pul? 600 dollar. Kelishiladigan joyi bor. O'tib berasizlar. O'tib beramiz xudo xohlasa. Bunisi-chi? Buni narxi 800 dollar. 795 dollar beramiz. 32 akkumulyatorli ham. 32 akkumulyatorli 32 5 ta. akkumulyatorli Yurish kilometri 40 kilometrdan 60 kilometrgacha maksimum Bu ham rasman tezlik chiroyli 45. ekan. Necha pul? Hojit tog'alarimiz 795 dollar qilib qo'ydik. Nega? 8 ham emas. Ha, 795 dollar bemalol olib ketaveradi. Buni Iloji boricha qancha qog'ozni bosib qo'ygan bo'lsanglar, dollar olib kelsanglar. arzonlashdi, dollar Arzonlashib tushib qancha Bunisi so'm necha pul? yursa bunimizni narxi 700 dollar sotilgan 680 dollar qilib qo'yganmiz. 680 dollar. 680 Hozir 680 bunisi dedingiz, 600. narigisi 700 dollar dedingiz. Nima 600 farqi dollar. bor ikkalasi? Buni farqi jabort kattaroq akkumulyatorlari Bu ham 32 dan 32 5 ta ekan. Kaskalari, bunga ham hamma yo'qlari qo'shib beriladi. Bitta aybi mayti sinib bor. Buni chiroyli to'g'rilab beramiz. Mana shu joyi. Buni alishtirib berasiz. alishtirib beramiz. Bu nima bo'lasizmi? Yo'lida qilib beramiz. Oldi kuchli buni ham. Faralari zo'r ekan. Faralari keyin projektor 4 burchak qilib qo'yilgan. Oldi kuchli sakadiskalik. Xudo xolasa bizga obuna bo'lib, like bosib ketsalaring, obunachilarimiz yo'lida qilib chiroyli qilib narxlarini tushirib beramiz. Like bosib esdan chiqmasin. Kuzatishda davom etinglar. Bitta like, bitta podpiska esdan chiqmasin. Sizlarga xudo xolasa yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Pravalar haqida, boshqa haqida. Skuterlarimiz narxi ancha arzonlashib qopti. Xudo xolasa keyingi videoda o'zimiz video qilamiz. Narxlari ancha arzonlashgan. Bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi.